Noyabr oyida tug'ilganlar shafqatsiz, qattiqqo'l, sovuqqon. Noyabr oyida tug'ilganlarning asosan bolalik yillari qiyinchilik bilan o'tgan kishilardir. Ular sirli va atrofdagilarni e'tiborini tortadigan toifadan bo'ladilar. Sevgida vafodor, lekin xiyonatni aslo kechirmaydilar. Xatolarga qarshi sovuqqon va shafqatsiz fe'llar bilan ajralib turadilar. Ular sirli va sir saqlay oladigan insonlar bo'lib, ichki dunyosi juda ham boy. Hamma narsani oshkor qilmaydilar. Ularni qiziqtirgan har qanday mavzuni surishtirib tagiga yetmaguncha qo'ymaydilar. Lekin buni sirli ravishda olib boradilar. Ular ko'pincha odamlarning yashirin tuyg'ularini tez sezadilar. Bu oyda tug'ilgan insonlar juda ham qasoskor insonlardir. Sinovlari esa xiyonat va pul olish va pul berishdan ko'p qiyinchiliklar boshdan kechiradilar.